Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Agar mendan o'tgan yili, ya'ni 2022-yili uxlash, tamoq yeyish, tish cho'tkalash qatorliq odatingizga aylanib ketgan ishlardan boshqa qaysi bir ishni yangidan odatingizga aylantira oldingiz deb so'rasangiz, men ikkilanmasdan chiniqish deb javob beraman. Chiniqish hammamiz bilgandek uxlash, tamoq yeyish, tish cho'tkalash qatorliq ishlarga silishtirganda bizdan inchik planlash, intizomchanlik, iroda, ijro qilish qatorliq tirishchanliklarni talab qiladi. Bugun men bu filmda jismoniy sog'lomligimizning asosining biri bo'lgan chiniqishni qanday qilib odatimga aylantirganligim to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Agar bu temaga qiziqsangiz, diqqatingiz tuvandagi mazmunda bo'lsin. Bundan 20 yil ilgari, ya'ni 2003-yili badan yig'inligim eshib ketganligi sababli chiniqishning zarurligini his qilib, chiniqishni boshlagan edim. Ana shu vaqtdan tortib toki yaqin yillarga qadar chiniqishni kundalik odatimga aylantirishda qiynalib keldim. Yaqinqi bir qancha yilda bo'lsa, chiniqishni har kunlik odatimga aylantirishga muvaffaq bo'ldim. Masalan, o'tgan yili 2022-yili chiniqish mening kunlik odatimga to'liq aylanib bo'lgan bir yil bo'ldi. Bu chiniqishni qanday qilib odatimga aylantirdim deganda, birinchi qadam nima deganda, chiniqishning alohida muhimligini tonib yetish. Buni tonib yetish uchun oldi bilan chiniqishning hayotimizdagi o'rnini biz bekitishimizga to'g'ri keldi. Kunlik turmushimizda nurg'un ishlarni qilamiz. Ba'zi ishlar muhim emas, ba'zi ishlar muhim, ba'zi ishlar alohida muhim, cho'qim qilmasak bo'lmaydigan ishlar bo'ladi. Birinchi qadamda chiniqishning kunlik turmushimizdagi alohida muhimligini tonib yetib bo'lgan ekan, ikkinchi qadam kundalik chiniqish vaqtini bekitish. Ya'ni har kuni qanchalik vaqt chiniqsiz? 10 minutmi, 30 minutmi yoki 60 minutmi? Shuning bilan birga zada qaysi vaqt chiniqsiz? Ya'ni atigandimi, tushdan keyinmi, kechqurunmi? Bularni bekitish kerak. Masalan, men har kuni atiganda o'rnimdan turib, birinchi qitim qiladigan ishim chiniqish. Vaqt aniq. Uchinchi qadam chiniqishning o'rnini bekitish. Ya'ni siz uyda chiniqamsiz, chiniqish zalida chiniqamsiz va yoki sirtda, talada chiniqamsiz. Albatta bu o'rin biz tanlamoqchi bo'lgan chiniqish programmasi bilan munosabatli bo'ladi. Ham 4-qadamda chiniqish programmasini tanlash, ya'ni o'zimizning amaliyatimizga mos kelgan chiniqish programmasini tanlash va bekitish. Ya'ni agar siz har kuni men piyoda yo'l yuraman degan bo'lsangiz, chiniqishning o'rni sirtda, talada yuz berishi mumkin. Yoki siz ma'lum bir programmaga agishib chiniqaman degan bo'lsangiz, masalan, ko'pincha bir chiniqish programmasi bo'ladi, darslik, ya'ni film orqali siz ko'rib turib chiniqadigan. Bundaq programmaga agishib turib chiniqaman desangiz, balkim uyda chiniqsangiz eng muvofiq bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi programmalar bo'ladi, siz ma'lum bir trainer orqali shuning yardım bilan chiniqaman deydigan programmalar bo'ldi. Undaq bo'lsa, siz balkim chiniqish zaliga berib chiniqishingiz mumkin. Demak, chiniqishning o'rnini bekitish dal sizga mos keladigan chiniqish programmasi bilan munosabatli, yoki siz o'zingiz tanlagan, bekitgan chiniqish programmasi bilan munosabatli. Yuqorqi bu qadam bosqichlarni bekitib bo'lgandan keyin eng muhim qadam bosqich ijro qilish. Ya'ni siz chiniqishning birinchi qadamda alohida muhim ekanligini bildingiz, ikkinchi qadamda chiniqish vaqtingizni bekitdingiz, uchinchi qadamda chiniqishning o'rnini bekitdingiz, to'rtinchi qadamda chiniqish programmasini tanladingiz, ham beshinchi qadamda izchillik, ijro qilish intayin muhim. Ammo shu 5-qadam eng qiyin bo'lgan bir qadam. Mening tajribamda normalda bir oydan 2 oyga qadar bir chiniqish programmasini izchil davomlashtirib bergan vaqtimizda dastlabki turda bu odatimiz, dastlabki odat shakllanadi.
Muşu adatni çın tutup, yani arkağı ulap, davamlaştırıp bergende barbara bu çiniqish bizning g'albilik bir odatimizga aylandi. Kelar qitimliq sonda ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh. January 10, 10K run. Agility X, P90X3, November 8, 2022. December 25, 10K run.